Odamlarga dunyodagi eng mehribon kuchuklar 5 tasini aniqlab beraman. Birinchisi sizlar o'ylamagandek kuchuk. Like podpiskani ayamanglar, sizlarga chiroyli qilib obzorni qilib beramiz. 5-o'rinda Nemetskiy ovcharka. Bular siz bilgan ovcharka. Nemetskiy ovcharka odamlarga mehribon va tez o'rganuvchan bo'ladi. Охранникка zo'r. Bu faqat 5-o'rinda turadi. Uyda boqqani zo'r tanlov. 4-o'rinda bu siz bilgan Doberman, ya'ni Doberman, jekichanni quylagan itlar. Doberman haqiqiy himoyachi va mehribon kuchuk. Bu dunyo bo'yicha 4-o'rinda turadi. Doberman yosh bolalarda yaxshi ko'rib, haqiqiy tayanch bo'lib tarbiyalovchi kuchuk hisoblanadi. 3-o'rinda Labrador. O'zlaring ko'rib turganlaringdek qanday mehribonligini ko'ryapsizlar. Bu dunyo bo'yicha faqat 3-o'rinda turadi. 2-o'rinda Spaniel, ya'ni Cocker Spaniel. Cocker Spaniel odamlarga tez o'rganuvchan bo'ladi va hid olishga zo'r. 1-o'rinda siz bilgandek Chihuahua. Chihuahua o'zi bitta kichkinagina bo'lib, dunyo bo'yicha 1-o'rinda mehribon hisoblanadi. Bu bitta odamga o'rganadi va boshqa odamlarga o'rganmaydi. Sizlarga yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, sizlarga foydali videolar olib chiqishga harakat qilamiz.